Yelena Blavatskayaning Sirli doktorina kitoblarida va teosofiya asarlarida kelishicha, qo'rquvlar mavzusida jiddiy to'xtalishgan. Qo'rquvlar inson energiyasini simirib qo'yadigan past chastotali energiya hisoblanadi. U insonni yuksalishidan, ongini kengaytirishdan, rivojlanishidan to'xtatib qo'yadigan blok, kuchli, eng katta tormoz hisoblanar ekan. Qo'rquv inson astral tanasi emotsional energiyasida kuchli tebranishlar hosil qiladi. Bu tebranishlar inson hayotiy quvvatini, pranani chiqib ketishiga sabab bo'lar ekan. Qo'rquvlar inson va ilohiy nur o'rtasida devor hosil qiladi. U insonni o'z kichik menligi, shaxsiyati ichiga qamab qo'yadi va yuqori energiyalar bilan bog'lanishga yo'l qo'ymaydi. Ya'ni inson shu paytda yaratuvchiga ishonmay qolar ekan. Blavatskayaning eng katta tavsiyasi insonga qo'rquvdan chiqish uchun birinchi anglash kerak. Bilim orqali qo'rquvlarni o'ldirish kerak. Qo'rquv faqat qorong'ulikda, bilimsizlikda yashaydi va ko'payadi. Chunki qo'rquvlar kelganda inson diqqat bo'linib ketadi, energiyasi sochiladi. Shu uchun ham qo'rquvlar kelganda birinchi eng avvalo tan oling, hozir men qo'rquv hissini his qilyapman. Lekin bu men emasman degan so'zlarni qaytaring. Mana shu qo'rquvlarni kuzating. Chetdan qarang, xuddi begona narsaga qaragandek. Kuzatuvchi paydo bo'lgan joyda esa qo'rquvlar eriy boshlaydi deydi.